9 qism. Binoning ulini pishiqla mazmut. Urug'dan bıqlig'an moysini ching tut. Kamtar bo'l, armonlar oldingda texi. Cho'ng umid kutmakda seningdan al yurt. Birinchi bob. Xon o'g'il iz bosdi. Bug'raxon ulug' safardan qaytqili 2 yil bo'ldi. Yilon yili, ot yili o'tib, qo'y yili keldi. Aslida u birar mazgil dam ilishni o'ylagan edi. Ta'turicha ish texmi qotilang bo'ldi. U o'zida borgancha horg'inlik, mag'dursizlik sezishga boshladi. Go'yida yuragi siqiladigan, beshi qaydigan bo'lib qoldi. Uning salomatligidagi bu o'zgarish boshqalarni andishiga selib qo'ydi. Bo'libmi, xonish oydin uning saqsizligini, uyqusi qechib, ishtohasi tövallab qolganligini ko'rganda qattiq andishi qiladigan bo'lib qoldi. Az ish qilib, ko'proq orom olsa bo'lg'udak. deydi u Sutuqqa. Ilik ustoz Sutuq Bug'raxonning salomatligiga cho'ng ko'ngil biladi. Oldimizda qiyin ishlar jiq. Salomatlik kerak. deydi u Bug'raxonni jiqroq dam ilishga undab. Orda teviplari ko'rib, go'ylari ziq kesal desa, go'ylari quruq issiq chimab ketgan dedi. Bir dongliq tevib, bir necha qitim ko'rib, ondan yurakning so'qishi bejirim emas. Qon qo'yilibroq qolgan. Horg'inlik cho'ng dedi. Yaxshi dam olmasa bo'lmaydiganligini aytdi. Tevib o'zining bu qarishini Bug'raxonga aytmaslikni, ruhiy yuk ko'paysa, og'riqi kuchayib qoladiganligini ogohlantirdi. Sutuq Bug'raxon avvallari parvo qilmadi. Keyingi kunlarda demi siqilib beorom bo'lgan chog'larda o'ylaydigan bo'lib qoldi. Ajab ish. Qiyirliq yetdimikin? Yoki yurak oldirtib qo'yotamdi. Beshingda muncho'la ish tursa, qandoqmi dam olasan? Salomatlikni desang, ishdan qo'l uzish kerak. Ishdan tamom qo'l uzishga bo'lmaydi. Boytashni ish beshig'i chiqarib qo'yib, uningga yordam qilib, jiqroq dam olsangchi. Moshunda qilgan tuzuk bo'larmikin? Uzoqroq umr surgili bo'lar balki. Sutuq Bug'raxon bu o'yini oydinga aytgan edi, u O'ylashishga bo'ladi. Do'stlar bilan maslahatlashish kerak, dedi. Shu kunlarda Olib Arslan Samarqanddan qaytib keldi. U ishlarni saramjonlashtirib, xotirjam bo'lgandan keyin Bug'raxonning roziligi bilan qaytgan edi. Bug'raxon o'zining o'yini do'stiga aytganda, Arslan yaxshi o'ylabsiz. El uchun o'zinroq umr ko'rgan yaxshi, dedi. Sutuq Bug'raxon dam ilib yurgan kunlarning birida kashdiki do'stlar jam bo'lib qoldi. Avval Arslan Yulduz bilan kelib, neri-beri paranglashib o'ltirgan edi. Ilik ustoz Ishpargil bilan kirib keldi. Shuning bilan oydin qo'shilib, uchib qadrdon do'stlar darqamda bo'lishdi. Oldirashliqda oz bo'ladigan bundoq o'ltirishlarda do'stlar echilib, yeyilib so'zlashdi. Yoshlik kunlarini aslishatdi. O tomoshalardan so'zlashatdi. Besib o'tgan ham qiyin, ham o'ngishliq chilishish yo'llari. Achchiq, tatliq savoqlar to'g'risida paranglashadi. Al ahvoli ustida ig'ir yuklar, toyg'oq yo'llardan, judulliq davollardan qandoq o'tish to'g'risida mungdashishadi. Qadinas do'stlarning bundoq o'ltirishlarida
chaqchaqlar, beyt aytishlar, g'azal qo'shiqlar hammasi bo'ladi. Oxiri gap yana al ahvoli. Davlat ishlariga ko'chib, muzokara talashlar bilan, go'yida obdan yakunlar bilan oyoqlashadi. Ha, mana qarasala, ustidan tushibdimizda. Dedi Iporgul, ilik ustoz bilan palampaydin peshayvonga chiqib etib. Ha, salom, salom. U Arslan, Yulduz, oydinlar bilan samimiy omallashdi. Yo'q, bo'lmaydi. Qo'zg'alma sulton. Dedi u tez berib va o'rnidan qo'zg'alayotgan Bug'roxonning qo'llaridan tutib turg'izmadi. Sulton Samarqanddan choplashib kelgan. Yana shu olibdi so'z. Do'stim degan inoq so'zlar tugab ketami? Bug'roxon kulimsirab ilikni o'ltirishga taklif qildi. Boshqalarmi ko'rpaga o'ltirishdi. Bog'dan attir gullarning yiqimliq hidi purab turadi. Yo'q, yo'qsa, hargiz undaq bo'lmaydi. Do'stim degan bu so'z bizning dil rishtalarimizning tuguni. Bizdan hech kim torta olmaydi. Shundaq emasmi, xonish? Ilik ustoz kulib Oydinga qaradi. Bilmayman. Dedi Oydin beshini sangoyan burab. Xonish bo'lgandan keyin do'st yar degan gaplarni bilmaydi. U kulkisini yo'shirish uchun qo'li bilan og'zini yopdi. Voy xudoyim-ay, to'zdiman deb buzib oldimmi nima? Shundoq Aydin. Biroq oy ta'tir qarab olsa, uning sho'lisi burilib ketadi. Shundoq emasmi Yulduz? Oyning sirini Yulduz obdan biladi-da. Bilmaychi. Yulduz ay bilan ham nurdosh, ham sirdosh. Oyning ko'ngli og'risa, Yulduzning ko'ngliga keladi. Hammaylan kulishdi. Oydin tuzilib, kulib ilik qaradi. To'g'ri gaplar. Do'stlik rishtimiz mahkam bizning. Bir zamonda, yosh chig'imizda o'g'i chiqqanda aytgan bir beytlar bor edi-ku. Dedi Arslan bir nimani o'ylagandek Yulduzga qarab. Qandoq edi? Yulduz qo'shimisini turib, ozroq o'ylagandan keyin qo'shiqni yodga o'qidi. Bir so'zim aytayin ishtgil yoru. Suyukli do'stinga osqil tumaru. Bezakli yuziga boqma so'ziga. Oriq dil do'stni tap chiqar xumaru. Shundoq, biz suyukli, oriq dil do'stlar biz. Dedi Oydin. Buningdan 36 yil ilgari o ustida ulangan ashu do'stlik rishtisi bizni bir-birimizga shundoq mahkam bog'laganki, uzishga qasd qilgan qora qo'llarmi uni uzalmadi. Ham uzalmaydi. Bu rishtni shu vaqtda ilik ustoz ashu cho'nqur ma'nilik beytlar bilan bog'lagan. Do'stlar, Xonish Oydinning so'zlariga qo'shilib boshlangishdi. Shu topda choshqunliq uzoq yillarning siniqidan o'tgan qadrdonlik, qadinostlik sevinchlari ularning oriq dillarida to'lqinlanadi. Ilik ustoz ko'zlarini qisib, yiroqqa qarab turganicha muni qo'shiqni o'qidi. Yer jahonni titratdi, Bug'ra Arslan. Kang ojunga nur chashdi, qo'shmoq qiz juvon. Osmoni zaminni ulug'an rishda, jon do'stlarning tumari bo'ldi har zaman. Bug'roxonmi cho'nqur ta'sirlanib muni qo'shiqni o'qidi. Oriq dilla yurdi nurluq bilikdin. Sevinchlar urg'idi qondin yilikdin. Bug'ra bilan Arslan bo'lmasdi g'olib. Ayrilsa gar adashi ustoz ilikdin. Voy, ustozim kelib qopdi-ku. Ajab yaxshi. Dedi Gullayli uydan chiqib. Salom, salom ustoz. Bayatdan timiqimni bir nima g'idiqlab qo'yuvdi. Asli Ishpargulning hidi ekanda. U Ishpargulga qarab kuldi. Hidlar tugul, gulmi to'zib bo'ldi hammacha. Dedi Ishpargul kulib. Undaq demang singlim.
Yaxshi gül sadi to'zimaydi, yedi tugamaydi. Uning yiltizi mazmut bo'lsa bo'lg'ani. Qarang, chechingizga oq kirgan bo'lsa-mu, yana guldek turisiz. Mana qarang, qayridisi toza qayridim. Biroq Layliga gulni qo'shmasa achchig'im keladi. To'g'ri. Gulni Laylidan ayrig'il bo'lmaydi-da. dedi ilik ustoz. Laylining o'zimi bir xil gul emasmi? Ha, to'g'ri. Gul bo'lsa, o'z hech achadigan gul bo'lgani yaxshi. Yantaqmi gul achidi. Shumbuyiningmi guli bor emasmi? Yantaqning tikini bo'lsa-mu, guli chiroyliq. Uni yana tugaydi. Shumbuya qo'g'ini buzudi. Undaq gullarni sestib qilib o'tish kerak. Ha, bizning gullayli sayrabdi-da, dedi olib suboshi To'g'rilbeklar peshayvonga yiqilishib. Boshqalarga ozroq gap qolsinmikin, ha? U kelib xonishlar bilan va boshqalar bilan omonlashib o'ltirdi. Uyda-ku bizga gap tegmaydi. Bu yerdami gap qilg'ili bo'lmamdi ekan. Men sizlarning cheriklari emas subashi. Hammaydan kulishdi. Gullaylimi qo'shilib kuldi. Ammajon bosh kelmaydi. Uni ham chaqlamanglar. To'g'rilbek tankilanmasa, bir o'rnini boshqaratdimi? Sutuq Bug'raxon Gullayliga qarab kulimsirdi. O, yosh chaqladiki ish balam. Endi o'rda ishini qunduzga o'tkazib berdim. Voy, sizlarning paranglaringlarni bo'lib etdimmi deyman. Kirib ketay. U o'rnidan turib eshik yoqqa mangdi va To'g'rilga qarab. O'zlari chaqlab gap qilsalar-chimo, uyda yo'g'an gap qilgan bilan bu yerda qilolmaylar. Pasha balam ba. Voy tova qildim, ming tova, dedi To'g'rilbek qo'lini cheksigacha ko'tarib qo'yib. O'ltirganlar yana kulishdi. Gullaylimi kulgunicha ishkiri kirib ketdi. Mana, To'g'ril akammo obdan keldi. So'z boshildi Bug'raxon. Heliqi ishni maslahatlashib bitishib olsaq deyman. Ishqa baytashni jiqroq mas'ul qilib, men jiqroq orom olmasam bo'lmog'idak. Ikkimiz bu ishni jiq o'ylashdik. Bu kishi xayritidan yonmaydi. Biroq tan salomatligi rostila bo'shab qoldi. Mening o'ylaydiganim baytash ishning hodisidan chiqib ketalarmi? Oydin do'stlarga bir qarab elib davom qildi. Yaralla bog'u. Yolg'iz uning qo'lidan ish kelmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, yana obro'y degan gapmi bor? Men bu ishni jiq o'ylashdim, dedi ilik o'yjon. El uchun xonning salomatligi muhim. Xon o'g'il baytash o'rda ishiga mas'ul bo'lsa bo'ladi. Biroq Sutuq Bug'raxon elning cho'ng ishlarini boshqarmas bo'lmaydi. Xon o'g'il bekach baytashdiki, yukning jiqini ko'tirsin. Xon jiqroq damilib, elning, davlatning cho'ng ishlarida yetakchilik qilib bersa, ishimiz texmi yaxshiroq bo'lishi mumkin. Shunga men xon o'g'il bekach baytashdiki, xonliqqa o'ltirg'ini tuzuk deyman. Ustozning so'zi o'rinliq, dedi olib Arslan qo'shimcha qilib. Obro'y desak, Bekash Baytashdekining obro'yi bor. U xon o'g'ilda. Cho'ng obro'yli xonimiz yana olib yetakchi bo'lgandan keyin gap yo'q. Bekash Baytashdekining cherik boshchilari orasida obro'yi yo'qri. To'g'ril qo'shimcha qildi. U cherik mahoratini obdan o'rganib qolmay, cherik boshchilar bilan mo yaqin do'st bo'lishib ketdi. Yaxshi fikrlar. deb qo'shildi Yo'ltuz. Bekach idrokliq, chapdas odam bo'lib ketishdi. Yana yordamchisi Bekash to'nganmi bor? Cho'ng ishlarda xon yo'lakda bo'lmamdi. Xonning uzoq umr ko'rib, elga jiqroq to'hfa qo'shishi uchun balalarga ko'proq yuk ortgan yaxshi. Do'stlar bu ish ustida uzoq paranglashdi. Oxir bir eg'izdan xon o'g'il Bekach Baytashdekinni o'rda ishiga mas'ul qilish
to'ng'onga xon jamiyatining an'anaviy unvon tuzumi bo'yicha o'stirib, ilk unvoni berish. Sutuq Bug'raxon vaqt chiqarib, dam olg'ash, elning cho'ng ishlariga yetakchilik qilish degan qarorga kelishdi. Sutuq Bug'raxonning topshirig'i bilan Bekash Boytosh Tekin Bug'raxon unvoni bilan xonliqqa bosh bo'ldi va tunji o'rdi kengashmasining majlisini ochdi. Oldingi kengashmada Bug'raxon o'z fikrini aytgan. Xon o'g'il Boytosh Bug'raxonning boshqarishida bugun o'rdi kengashmasi ochildi. Boytosh Bug'raxonda ozroq hayajonlanishda kayfiyat bor edi. U birinchi qitim kengashma majlisini boshqaryapti emasmi? Bekash Boytosh Tekin dodisi va uchlik Uyg'urish xalqining fikri bo'yicha o'zining islomiy eti bo'lgan Musa ibn Abdulkerim Bug'ra Qaraxon nomida chiqargan bu kengashmaga ruhiy jihatdan xeyli tayyorlik qildi. U taxt saroyga kirganda o'lchi arboblar zo'r ehtirom bildirishdi. Musa Bug'raxon o'zimiz sezmagan mag'rurlik bilan ikki qator turgan o'rda arboblari orasidan o'tib, to'rga chiqib o'ltirdi. Keyin uning yuragi do'pildab, birpas jim o'ltirib qoldi. Ondan tovandikilarga qarab chiqdi. Uning ko'zi ilk ustozning ko'zi bilan uchrashdi. Ma'nilik cho'nqur buloq ko'z uningga oshi bir necha tiniq ichida nurg'un narsalarni bildiradi. U go'yo ishonchlik bo'l, yuraklik bo'l, elni untuma, kamtar bo'l, deb madad beradi. Xon xotirjam bo'lsizlar ustozim, dedi ko'nglida va beshini ko'tarib majlisni ochdi. Bugungi kengashmamiz yana ilgirki kengashmalarning davomi, dedi u xollarga xos mag'rur ohangda. Biroq uning beshidan dadam bundoq so'zlamaydi-ku degan xiyol o'tib ketdi. Ondan u so'zini sal muloyimlashtirib davom qildi. Dadamning fikri bo'yicha bugungi majlisda 3 ish ustida kengashmoqchimiz. Biri davlatimizning urani, yana biri qurultoy chaqirish, yana biri o'rda amaldorlar ichida ba'zi almashtirishlar qilish. Musa Bug'ra Qaraxon yuqoridagi 3 masala to'g'risida tushuntirib so'zladi. Davlat urani, yana ilgirki birlik, bilik, farovonlik, qo'g'dinish ekanligini. Buning ichida birlik bilan bilikni alohida ching tutish lozimligini so'zladi va bu to'g'rida alohida to'xtaldi. Dadam biliksiz el qut topolmaydi dedi. İlk ustoz davlatning ulug'ligi birligida dedi. Bak to'g'ri. Biz bu so'zlarga amal qilmoqimiz kerak, dedi u. Ondan bilik oqartish ishlarini yangi baldoqqa ko'tarish, birlikni ulg'aytish uchun chelishish, el birligini buzadigan, bilik ishlariga qarshi turadigan har qanday qilmishlarga dakki berish to'g'risida so'zladi. Kengashmada talash bo'lmadi. O'lchi arboblar Musa Bug'ra Qaraxonning so'ziga qo'shildi. Qurultoy bu yil yozda ochilmoqchi bo'ldi. Xizmatga yangi ishqa yangi odamlarni tayinlash ma'qullandi.